Mana bu sizlarga, mana bu mehmonlarga tushundinglarmi? Tushundik. Qasam ich. Qasam ichamiz. Yo'q, menga tantanali ravishda qasam ichishing kerak. Tantanali ravishda qasam ichaman. Gapishlar. O'zini tilida qasam ichish shekilli, ha? Bolalar, chaqchiqni olib kelinglar tezroq. Bo'linglar mehmon kelib qoladi hozir. Oh yeah, no. Adajon yordam beravering. Nima bo'ldi? Oyim pistadan so'rayaptilar, biz ularni yeb qo'ydik. Hammasini yedinglarmi? Yo'q, oz-ozdan yedik, tugab qoldi. Qanaqasi oz-ozdan tugab qolishi mumkin? O'zlaring hal qil, menga aralashtirmanglar u problemani. O'zim ham radarga tushganman, shuni qanaqa qilib aytaman deb qiynalib turibman. Ada mujikchilik shuni yordam beravering. Ada, bu положениyadan birga chiqaylik. Bo'pti. Bo'lmasa hozir chiqib uchalamiz hammasini aytamiz. Yo men birinchi radarda aytaman, keyin sizlar pistan aytasizlar. Agar I want to show you later. xuddi shunaqa yo haydalish kuni chalamiz yoki so'kish eshitamiz birga. Qani? Ketdikmi? I really. Zahro, Ha, nima bunaqa turibsizlar? ana bu radarga tushib qolibman. Ha. Shuni aytmoqchi edim. Ha, mayli, nima yarmisini to'lash kerakmidi? Shu yarmini to'lasak bo'ldi. Bo'pti, bosh ko'zimizdan sadaqa, hozir mehmon kelyapti o'zi. O'zlaringni problemani o'zlaring hal Ada unaqa qilmang, unaqa kelishmovdik-ku. Mujik bo'lib tan olmaring. Sizlar nima turibsizlar? Chaqchiq olib kelinglar, boringlar. Oyi, yeb qo'ydik. Nima? Kechiring. Onasidan kalta yeb hech kim o'lmagan. Mana, men ham